Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi Samarqand fason darvozamizni o'rnatib oldik. Bu darvozamiz Samarqand viloyati Urgut tumani G'oz qishlog'iga o'rnadi. Ko'rishingiz mumkin. Darvozamizning materiallariga keladigan bo'lsak, yondorlariga 10 ga 10 2 stena qo'yib berganmiz. Asosiy joytlariga 2 stena 6 ga 4 qo'yib berganmiz. Listlari 3 qavatli bo'lgan. Zamoklari stimuldan bo'lgan. Center zamok pavb qo'yib berganmiz, oldiga ochiladigan bo'lgan. Bir qo'lda bemalol yopishimiz mumkin. 3 qavatli variantimiz shu ko'rinishda bo'ladi, orqa ko'rinishlari. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishlarni tez va sifatli qilib bitirib beramiz.